Assalomu alaykum akalar, hurmatli xo'rozbozlar, parranda ishqibozlari. Asosan Dakarlarda ko'p uchraydi, menga ko'p murojaat bo'ladi, shu to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Kimga qiziq bo'lsa, qaranglar, ko'p xo'rozlarda shu orqa barmog'i ishib ketadi. Kimda bo'lgan bo'lsa shu kommentga yozsa biladi, o'z odamlar qancha ko'p shunaqa holat bo'lishini. Xo'roz urushganda yo bo'lmasa tepadan tushganda birinchi o'rinda oldi barmoqlari emas, shu orqa barmog'i yerga birinchi tushadi. Shuni hisobiga tirnog'i o'sib ketgan bo'lsa, o'ta bu yerga ilinib qoladi, yo bunaqasiga tushadi yerga yoki bu yoqqa qayriladi. Shuni hisobiga tirnoqni tagidagi o'sib chiqadigan joydan ichidan dars ketib qoladi. O'zi boshidan o'tkazganlar biladi bu narsani. Keyin shu barmoq yiringlab ishib ketadi, xo'roz oqsolanib yuradi. Agar ozgincha vaqt bee'tibor bo'linsa, ichidan tirnoq chirishni boshlaydi. Keyin ba'zi holatlarda yiringlab ketgandan keyin bu yoqqa berib yuboradi ishyoq oyoqlariga. Ko'pchilik kesib ham yuborgan bo'ladi. Endi chirib ketgandan keyin iloji yo'q, ustidan dori qo'yib, antibiotik qilib yo bo'lmasa mas qo'ysangiz, spirtga botirsiz, usti yaxshi bo'lishi mumkin. Ichkaridan yorilgandan keyin tirnoq yiringlab chirishni boshlaydi. Shuning uchun shunaqa bo'lmasligi uchun sizlar uchun tavsiya bu. Endi xohlovchilar uchun-da bu. Tirnoq o'sib ketganligi uchun shu narsa sinib qoladi xo'rozda. Ichkaridan sinib ketadi. Tirnoq o'sib ketsa bu yerdan yo bu yerdan yorilib ketishi qiyin, uzilib tushib ketishi. Ichkaridan sinib qoladi-da. Mana diviziya qiladigan joyni ko'rsanglar bo'ladi. Shu nagruzka tushganda orqa barmoqqa ichkaridan dars ketadi yo bo'lmasa butunlay yorilib qoladi. Keyin yiringlaydi, yiring bu yerdan oqib chiqishni boshlaydi. Ko'pchilik bilmaydi bu sababi nima. Eng asosiy sabab shu tirnoq tagidan yorilib ketgan yo sinib qolgan bo'ladi. Shuning uchun tirnoqni qonamaydigan darajada kaltalatib turish kerak. Endi hozir men bitta qo'limda telefon bor, bitta qo'lda eplolmayman hozir qolgani. Shuning uchun tushuntiryapman. Shu iloji bo'lsa orqa tirnoqni постоянно iloji bo'lsa trosda kesib olish kerak, qon chiqmaydigan qilib, yo bo'lmasa kusachkada yoki bir najzachkada kaltalatib turish kerak, to'ntoq qilib. Bu barmoqlar ahamiyati yo'q, bular shart emas, chunki bular yerga tushganda birinchi o'rinda panjasi bilan tushadi. Lekin orqa barmog'i birinchi o'rinda tirnog'i bilan yerga tushadi. Urushganda ham shu holat. Endi bu narsa arzimas tuyulishi mumkin, lekin ko'pchilikning bosh og'riq bo'lganini bilaman-da. Ko'pchilik yozadi. Aka, xo'rozim shu barmog'i shishib ketdi, nima bo'lgan, yiringlab ketganmi, narsa kirib ketganmi deb o'ylaydi. Asosan ko'rganimdan keyin holatini tirnoq ichidan sinib ketgan bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, tirnoq yorilgandan keyin chirishni boshlaydi. Keyin u yiringlab shishib ketadi, keyin bu panjaga berib yuboradi ishshog'i. Shuning uchun oldin olgan yaxshi hamma narsani. Shuning uchun ogohlantirib aytyapman, kimga qiziq bo'lsa, qonatmasdan shunchaki kusachkada kaltalatib turinglar shu barmoqni.